Keyingi savol shundan iboratki, juda ko'pchilik ayollarni qiziqtiradigan savol ekan. Farzand ko'rishning muqobil yoshi necha? Necha yoshdan so'ng farzand ko'rish qiyinlashadi? Umuman olganda necha yoshdan so'ng ayollarning farzandli bo'lishi og'ir muammolarga olib kelishi mumkin? Biz ayollarimizga 35 yoshgacha tug'ruq bo'lgani ma'qul deb aytamiz. Chunki zaxiramiz, ya'ni anti-Müller gormonimizga zaxiramiz tugashi 35 yoshgacha yetarli bo'ladi. Undan keyin esa uning miqdori kamaya boshlaydi. O'zi qiz bolada balog'at davriga yetib, birinchi hayz kelganda tuxumdonlarda 250-350 ming atrofida, ya'ni follikulalar, antral follikulalar bo'ladi. Keyin har oy, ya'ni 15-20 dona urug', ya'ni antral follikulalar yetilib, yorilib ketishini hisobiga bu follikulalar soni sekin-sekin kamaya boshlaydi. Bu esa o'z navbatida, ya'ni follikulalar kamayib ketgandan keyin homilador bo'lishni kamaytirishi mumkin, xohishi bo'lgan. Ya'ni qiyinlashib ketadi 35 yoshdan ketadi. Ya'ni anti-Müller gormoni, ya'ni zaxiralarning yana kamayib ketishiga qandaydir travmalar bo'lishi mumkin, stresslar bo'lishi mumkin, autoimmun bo'lishi mumkin, ya'ni buqoq kasalligi bo'lishi mumkin, Hershevskiy-Terner deb aytamiz, bu kasallik bo'lishi mumkin. Yoki rasseyniy skleroz kasalliklarda ham zaxiralar kamayib ketadi. Yoki qandaydir kimyoterapiya yoki onkologik kasalliklardan yoki tuxumdonda qandaydir muolajalar o'tkazilgan bo'lsa ham zaxiralar kamayib ketadi. Shu sababli biz ayollarimizga tavsiyamiz 35 yoshgacha, ya'ni homilador bo'lishini. Ayrim ayollarda hattoki 25-30 yoshda ham zaxirani kamaygani kuzatilishi mumkin, agarki qandaydir kasalliklar yuz bergan bo'lsa. Zaxira kamaya boshladimi? Demak, albatta bu bemorlarga tezroq homilador bo'lishni tavsiya qilamiz. Va bora-bora zaxiramiz kamayib ketsa, unda nima deb aytamiz? Eko muolajasini qiling. Chunki u zaxira ham yo'qolsa, hattoki eko muolajasiga ham bora olmasligi. Zaxira kamayganini qanaqa bilish mumkin? Zaxira kamaygani qondan och qoringa anti-Müller gormon tekshiriladi va bu gormonni, ya'ni laborator bergan javobiga qaraymiz va uni yoshiga qarab hisob-kitobni chiqarib aytamiz, yoshiga doir qancha qolgan. Va albatta anti-Müller gormon tekshirilganda biz FSG bilan LG gormonni tekshiramiz va UZI tekshiruvda, ya'ni bachadonni tekshiramiz va tuxumdondagi zaxiralarni, ya'ni tuxumdonni UZI tekshiruvda necha dona urug'imiz bor bizani? 3, 4, 5 mi yoki 10 taga yetadimi yo 20 taga yetadimi? Qozlab keyin bemorga tavsiya beramiz.